Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga o'smir qizlarimiz uchun вечерний makiyaj qilishni ko'rsatib beraman. Bu makiyaj bilan o'rtog'inglarning to'yiga yoki o'tirishlarga, har xil tadbirlarga borsanglar bo'ladi. Qani ketdik. Birinchi bo'lib oddiy влажный salfetkada yuzimizni yaxshilab tozalab olamiz. Sizlar uy sharoitida umumvalkada yuvib tozalasanglar ham bo'ladi. Qoshlarning nomiga fiksator yordamida tarab chiqamiz. Yosh qizlarga gel yordamida tarashni, kuchli gel yordamida maslahat bermayman. Juda ham notabiiy ko'rinib qoladi. Shuning uchun yengil fiksator yordamida tarab chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz yuzga birinchi bo'lib baza surib olamiz. Makiyaj uchun mo'ljallangan bazalardan turini, o'zingizlarga yoqqan turini tanlab olasizlar. Baza surganimizda tonalka yuzimizda yaxshi yotadi. Birinchi bo'lib ko'zimizning tagiga baza surgandan keyin qoraygan joylari bor. Mana qoraygan joylari bo'ladi. Tepaga qaraymiz. To'q konsiler yordamida qoraygan joyini bekitib chiqamiz. Konsiler surib olganimizdan keyin tonalka surishni boshlaymiz. Tonalkani ham yosh qizlarimizga kam miqdorda suramiz. Albatta yengil turdagi tonalka turini tanlaymiz yuz uchun. Yosh qizlarimizga juda ham plotniy, qalin, matviy tonalkalarni tavsiya qilmayman. Yengil yo'qki, yog'liroq tonalkalarni tavsiya qilaman. Yangan sponj yordamida yengil harakatlar bilan tonalkani yuzga yedirib chiqamiz. Albatta ko'zlarimizning ustiga ham tonalka surib chiqamiz. O'shanda ton bir xil bo'lib chiqadi. Bo'yin qismiga ham ozgina tonalka surib olamiz. Yana bitta sirni ochaman qizlarjonlar. Tonalka tanlaganingizda to'g'riga qaraymiz. Tonalka tanlaganingizda albatta bo'yin rangiga mos bo'lgan tonalka turini tanlanglar. Chunki yuzimiz qizargan, quyoshda qoraygan bo'lishi mumkin. Bo'yin hech qachon qoraymaydi. O'shaning uchun bo'yin rangiga qarab tonalkaning rangini tanlaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz ko'z tagiga konsiler surib chiqamiz. Kam miqdorda. Ko'pchilik savol beradi, konsiler nima vazifani bajaradi deb. Konsiler bu ko'z tagidagi qorayishlarni bekitib beradi hamda makiyajda konsiler o'rni ochiq zonalarga suriladigan narsa bu. Burun uchiga, ko'z tagiga, peshonaning o'rta qismiga va mana nasagubka deyiladi bu joylar. Ozgina mana shu qismiga, ya'ni T zonaga suriladi. Konsiler vazifasi ko'zni tagini qorayishini bekitib beradi hamda yuzga shakl beradi. Endi esa yuzga kontur beramiz. Yengil kontur, korrektor suramiz. Mana jigarrang korrektor. Quloqning yuqori qismidan burun bilan labi o'rta qismiga yo'naltiramiz. Mana bundoq qaraymiz. Mana. Nomiga qizlar ko'p bermaymiz. Bu yuzimizga shakl berish uchun hamda dahan qismiga ozgina yuqini berib olamiz.
Burnimizga ham beramiz. Peshonani yon qismiga. Korrektor vazifasi yuzga shakl beradi. Yuzni to'q zonalariga suriladi. Agar yanog'i yo'q qizlar bo'lsa, yanoq paydo qilib beradi. Burun qismiga ham nomiga beramiz. To'riga qaraymiz. Mana ko'rib turganinglardek yuzimizga shakl paydo bo'ldi. Bu qismini ham ozgina yoyib olamiz kestichka yordamida. Endi esa pudra bilan yuzni quritib chiqamiz. Kompaktniy pudra yordamida. Yengil. Pudrani juda ham kam miqdorda beramiz. Pudra bilan quritib oldik. Endi esa rumyana yordamida yanoqlarimizni bo'yab chiqaman. Rumyanani kulgan holatda surib chiqamiz. Kuling. Oldin makiyaj qilinganda korrektor ko'proq urfga kirgan, hozir esa rumyanani ko'proq surish urfga kirgan. Shuning uchun rumyanani ko'proq beramiz, qo'rqmasdan. Burun uchiga ham ozgina nomiga rumyana berib qo'yamiz. Mana rumyanamiz tayyor bo'ldi. Keyingi qiladigan ishimiz highlighter surish. Highlighterni qo'rqmasdan ko'proq sursak bo'ladi. Mana shu zonalarga highlighter surib chiqamiz. Ko'pchilik mendan so'rashadi, highlighter nima vazifani bajaradi deb. Highlighter surganimizda yuzimiz yana ham svejiy ko'rinadi. Yorqin, svejiy holatda ko'rinadi yuzimiz. Endi navbat ko'zga ozgina yana konsiler surib olamiz. Kam miqdorda. Agar ko'p qilarsanglar bu makiyajimizni juda ham bo'rttirib, qo'pol ko'rsatadi. Endi esa ko'zlarni ham pudra yordamida quritib chiqamiz. Keyin esa highlighter suramiz. Ten surishimizdan oldin ko'zga albatta birinchi o'rinda highlighter surib olamiz. Highlighter surganimizda tenlarimiz chiroyli bo'lib yoyiladi hamda juda ham chiroyli ko'rinadi. Qimmatbaho tenga o'xshab ko'rinadi. Endi esa ten surishni boshlaymiz. Sizlarga mayli bitta sirimni ochaman. Men bu tendan foydalanaman. Rozoviy rangidan. Ten surayotganimizda birinchi bo'lib eng och rangidan boshlaymiz surishni. Nomiga kam miqdorda suramiz. Ochamiz, tepaga qaraymiz. Ko'zni pastki qismiga ham xuddi shu tendan surib olamiz. Endi esa ikkinchi rangga o'tamiz pastga. Ozgina kam miqdorda ko'zimizni burchak qismiga ikkinchi rangini beramiz. Ko'zlarimizga ten surib oldik. Endi xohlasanglar yengil blesk, xohlasanglar ozgina kukunli bleskdan foydalansa bo'ladi. Bu qizimizga ozgina kukunli blesk qilmoqchiman, chunki yuzlari juda ham quruq ekan. Oldin kley surib olib, keyin bleskni qo'yib chiqaman.
Ko'zimizni pastki qismiga ham ozgina blesk surdik. Tenni bleskidan suramiz. Tenni tepa pastki qismiga. Xohlasanglar mana shu tenni bleskini ko'z ustiga ham sursanglar bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz kiprik yopishtirish. Pastga qaraymiz. Mana men bu kiprikdan 12 razmeridan yopishtirib chiqaman. Kiprikni ham o'zingizga yoqadigan razmer, o'zingizga yoqadigan turini tanlab olasizlar. Oz-ozdan qilay qilib ketma-ketlikda yopishtirib chiqamiz. Mana kipriklarni yopishtirib oldim. Keyingi qiladigan ishimiz lab bilan qosh. Qoshni eng och rangida nomiga bo'yab chiqamiz. Ten yordamida bir xil gel ishlatadi, qosh geli. Abisi mana shunaqa oddiy byudjetniy gel ishlatishadi. Gelda bo'yash maslahat bermayman. Oddiy tenda, arzon tenda bo'lsa ham bo'yasanglar bo'ladi. Bunaqa qimmat qosh tenda bo'lish shart emas. Qoshlarini bo'yab bo'ldim. Endi esa labga navbat. Labimizni 765 qalam yordamida kontur chizib olamiz. Tabassum yapamiz, og'zimizdan tabassum. Labga ozgina 1 millimetr labi chizig'idan chizib bo'yaymiz. O'shanda labimizni katta объемli qilib ko'rsatadi. Pomadamiz Golden Rose pomadasi 13-raqamli. Tabassum yapamiz. Bu pomada juda ham nежный rang beradi labga. Bu hamma qizlarga tushadi, hattoki kelinlarga ham tushadi. Yengil qilib blesk surib olamiz. Nomiga kam miqdorda blesk surib olamiz. Blesk ham lablarga juda ham yorqin, svejiy effekt beradi. Makiyajimizni oxirida mana shu fiksator yordamida makiyajimizni qotiramiz. Mana makiyajimiz tayyor bo'ldi. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Albatta uy sharoitida bu makiyajni qilib ko'rishingizni maslahat beraman. Keyingi videolarimda qanaqa makiyaj o'rganishni xohlaysizlar, albatta kommentariyada yozib qoldiring.